Navad sizning hissiy biliminiz nihoyat ojiz bo'lsa, zo'r boylik to'playolmaysiz. Cho'ng fursatlarni tutolmaysiz. Ya'ni Chingshan deb qo'ymiz-ku buni. Endi bu yerga 4 klasslik asar qarsak, 3 parchalik haqida qilsa, hamkorlashish. Shu buyda kishilik munosabat e'tirof qilish, g'arb sayohat, shogird qabul qilish, ustoz shogird munosabati, qizlar vaqt kutish, kishilik munosabat. Ham 4 klass kasarning hammasi qarsak, nima uchun bugungi zamonga tushdi deganda buni so'zlangan kishilik munosabat, manfaat munosabati, xizmatdoshlar munosabati qatorliq birinchi guvanchi bu deganlar bugungi zamonimizga o'xshash. O'zgarib qolmadi, shunami? Endi bularning ichida Liu Bei'ni, Liu Xuando'ni misolga olsak, boshlanish nuqtasi nihoyat to'van. Bunun o'rni salohiyati nihoyat to'van. Eng dastlab tuzuk iqtisodim yo'q, nom obro'y shon shuhratim yo'q, hech nimasi yo'q, bir borch qilanda. Qarg'alar bilan selishtirib baqilib, Yuanshu, Sao, Sunsu, Sunchuan, Gongsunzan, Liu Biao, Liu Zhang hammasi buningdan natijas ustun boshlanish nuqtasi nihoyat egiz bularning. Shundaqmi? Endi Liu Bei nima uchun mushlarning hammasining ichidan bo'sib chiqib, eng oxirida g'alaba qila oldi? Sanfen Tiansha Ganning 3dan 1ga ega bo'la oldi. Chunki bu yerda Liu Bei'ning hissiy bilimisi intayin mo'chi. Bu jihatda Chingshan o'ynatgan Liu Bei mushundaq yomon. Liu Bei'ning to'liq qo'llangan usulning birinchisi boshqalarga yordam berish bahonasida o'zini kuchlantirish. Intiqom olish bahonasida ononikin olg'a ilgirlash. Tauchanga yordam bermadi, Shuzhou baliqqa erishdi. Liu Biao'ga yordam bermadi, Jinzhou baliqqa erishdi. Liu Zhangga yordam bermadi, Shichuan baliqqa erishdi. Dongzhoudan intiqom olamiz deb nom chiqadi. Saodan intiqom olib Xan xaqonligini yo'laymiz deb bular bilan zo'r tirkashdi. Shuning bilan xalqimizning qo'llashiga erishdi. Xalqning kunini yaxshilayma, xalqning boshchiligini ozaytib bayashat qilma deb o'zi bayashat turmushga erishdi. Liu Bei bu jihatda qoyilum salmamali haqiqatan mushunda intayin yomon. Endi bu yerda Liu Bei'ni so'zlasak, Zhuge bo'lmasa unda qilolmaydi deysizlar qachon. Onda esa Liu Bei'ning Zhuge Liangga erishishi Kati 3 qatim ziyoratga qarab aqli. Qoldi bilan bu yerdagi Liu Bei Zhuge Liangdan 20 yoshli cho'ngnak. Bu vaqtning o'zida Longzhongdagi Kati Zhuge Liang 27 yoshda, Liu Bei 47 yoshda. Qaranglar, 47 yoshlik bir odam 27 yoshli odamning oldiga borib 3 qatim ta'zim qilyapti. Endi bu yerdagi Liu Bei'ning o'sha vaqtdagi unvoni nima? Xan Xaqani sol qo'l sandig'ini, Yizhouning begi, Pingyan oilasining hokimi, Xan Xaqani Xaqan tog'isi. Shunami Liu Bei'ning otasi Etwa sepiva holatga kelib bo'lgan. Endi Liu Biao'ning yordamchisi hozir Shiyi baliqning begi bu degan. Endi bu vaqtgi Zhuge Liangchu. Endi bu yerga Zhuge Liang qarsak, Zhuge Liangning hech qanday nomi yo'q vallah. Liu Bei'ning qishqi berishdi burun Zhuge Liang faqat Longzhongdagi kapsda yotgan ejrodab haq otib olgan bir laqam nomi bor. Biroq bu amaliy bir cho'ng ish qilib baxmagan. Shu yerga bir tarixchi, shuning uchun Simay doim zangli qildi, sen bir nayyanlik tarix turib anda qilding deb. Demak, mayli yosh jihatda, mayli nom obro'y, mayli shon shuhrat, mayli amal mansab jihatda shundaq cho'ng turib yerga Liu Bei aşınçuvala igilib, üzün töven urun qo'yib bu yerga Zhuge Liangning oldiga bir qatim emas, bu da 3 qatim berib mushunda qila olishi, balkim ba'zilar saxta mehribon deydi. Bir ömür saxta mehribonlikni mushunda voyaga yetkaz olganligi Liu Bei'ning Chingshan'sining ajoyib yuqoriligi. Boshqalar unda qilolmaydi. Sizlar o'zingizlardan 20 yosh emas, bir 10 yosh kichik odamga Wi-Fi anda qilib qo'ysangiz, menda deb bir yo'llarib qilib qo'yinglar. Üzanglar qanchalik birlikka keyin azoblanib ichingizdan bir qanday bo'lib ketgansizlar. Shuning uchun bu jihatda Liu Bei haqiqatan kishilik munosabatga nihoyat usta, katta aql, farosat egisi ma'o. Undaqda sizlar Liu Bei qanday qaraysizlar? Bugun qandaroq tushundinglar? Qiyin o'ziga o'zinglarning ko'z qarashini qoldiringlar. Rahmat.